Bu Wizard va bu juda kuchga ega va 2017-yilda bu yaratildi. Yaratilgandan beri barcha o'yinchilarning qo'rquviga aylanib bo'ldi va quruvchilar. Bu quruvchilar juda katta tarixga ega, lekin buni hech kim bilmaydi. Va keyingisi Varden. Varden bu juda katta kuchga ega bo'lgan mavjudot va bu qora ruhlar tomonidan yaratilgan. Va bu uchta mob eng kuchli moblar hisoblanadi. Va bugun biz sizlar bilan Varden haqida gaplashamiz. Varden o'zi 2021-yilda yaratilishi kerak edi. Lekin afsuski bu qoldirildi, ya'ni u kechikishdi, ya'ni 1.19-versiyada yaratildi. Va nihoyat 2022-yil 1.19-versiya chiqdi va bu Varden eng kuchli mob sifatida yaratildi. Va u qulog'i orqali eshitadi va kristallar orqali unga kuchlar yetib boradi. Vardenning har xil turlari bor va bu turlardan eng qo'rqinchlisi ham bo'lishi mumkin. Xo'p, Vardenning yana bittasi bor. Buni Hollow deb nomlashadi. Va bu Vardenning toshlari voобще boshqacha toshlar. Va bu toshlarda sirli narsalar mavjud. Varden o'zi qanday paydo bo'ldi? Vardenning uyi juda katta hisoblanadi va uning kristallari unga odamlar borligini kuzatib turadi va kimnidir urganlaringda oldidan narsa chiqadi. Va Vardenlar yaratildi. Voобще boshqacha ko'k rangli Varden yaratildi. Bu juda qo'rqinchli. Va yana bitta Varden yaratildi, qo'llari uzun va hattoki gulli Varden ham yaratildi. Bulardan qaysi biri qo'rqinchli? Kommentlarda yozib qoldiring. Vardenning 250 ta joni bo'ladi va sizni bitta urib 20 ta joninglarni yo'qib qo'yishi mumkin. Bu taxminan sizlar 2 marta o'lib ketishinglar mumkin bir udarada. Xo'p, keyingi ma'lumotlardan biri u Mojang tomonidan yaratildi va u hayotdagi bir mavjudot. U ko'rishni bilmaydi, lekin qulog'i juda yaxshi sezadi. Mana shu hayvondan olingan. Stop. Sizlarga bir narsadan aytmoqchi edim. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu juda tez qilishingiz mumkin. Xo'p, Varden juda kuchli mob, lekin Ender Dragon kuchli deb o'ylaysizlarmi? Bu haqida chiqdimi video? Kanallarda yozib qoldiringlar. Va men buni qilaman. Va 5 ta golemni o'zi ham Vardenni yo'q qilishga kuchi yetadi. Faqatgina ikkinchi Varden kelib qolmasa bo'ldi.